60-savol. Egila olmaydigan kishining namozi. Yaqinlarimdan biri namoz o'qiyotgan vaqtida egila olmaydi. U namozini qay holatda ado etgani ma'qul? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Qiyom so'zidan tik turish anglanadi. Namozda tik turish farzdir. Bu hukmning dalillari quyidagicha. Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va qumu lillahi qonitin. Va Alloh uchun xushu ila qoyim bo'ling. An Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu qol: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الخمسة إلا مسلما. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Mening bavosirim bor edi. Bas Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan namoz haqida so'radim. Bu zot tik turib o'qi. Agar qodir bo'lmasang, o'tirib o'qi. Agar qodir bo'lmasang, yonboshlab o'qi dedilar. Beshovlaridan faqat Muslim rivoyat qilmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doimo tik turib namoz o'qiganlar. Albatta namozdagi qiyom unga qodir bo'lganlarga farz, ojiz bo'lganlarga farz emas. Nafl namozlarda qiyom farz emas. Qiyomning chegarasi turganda cho'zilgan qo'li tizzagacha yetmasligidir. Agar cho'zganda qo'li tizzasiga tegib qolsa, tik turgan bo'lmaydi va namozning qiyomini bajarmagan bo'ladi. Qiyomning farz miqdori takbiri tahrima aytish, Fotiha surasini va Zam surani o'qish miqdorichadir. Tik turishga qodir bo'lgan biror narsaga suyanib turgan bo'lsa-yu, o'sha narsani olib tashlasa yiqilib ketadigan darajada bo'lsa, qiyomi to'g'ri bo'lmaydi. Uzrli bo'lsa mayli. Qip yalang'och bo'lib qolgan odamga namozda qiyomning farzligi soqit bo'ladi. Turli bemorliklar ila qiyomga qodir bo'lsa yoki tik turishi dard ziyoda qiladigan bo'lsa, qiyomning farzligi soqit bo'ladi. Tik tursa, dushman ko'rib qolishidan qo'rqqan odamdan ham qiyomning farzligi soqit bo'ladi. Bemor odam qiyomga qodir bo'lsa-yu, ruku va sajdaga qodir bo'lmasa, unga qiyom lozim emas. O'tirib imo bilan namoz o'qisa bo'laveradi. Namozni boshlagan paytda sog' odam namoz o'qiyotib bemorlik oriz bo'lib, qiyomga qodir bo'lmay qolsa, namozini o'tirib davom ettiradi. O'tirib namoz o'qiyotgan odam sog'ayib tik turishga qodir bo'lib qolsa, namozini tik turib davom ettiradi. Vallohu a'lam.